Hi guys, salom yaxshilar. Ko'pchilik mendan karischa usulda tuxumli guruch qilishni o'rgating deyishadi. Bu juda ham oson va tez pishadigan ovqatlardan biri. Buni nafaqat kattalar, balki yosh bolachalar ham maza qilib yeydi. Ketdik. Ovqatimiz tayyor bo'ldi. Bu ovqatni shunaqa kim bilan yoki bodring salat yoki-da kimchi bilan yesangiz juda ham mazali bo'ladi. Yoqimli ishtaha. Qani endi buni mazasini ko'ramiz. Bismillah. Yosh bolachalarning eng yaxshi ko'rgan ovqati bu tuxumli guruch Koreyada. Shunaqa kimga qo'shib yeyishadi. Ustiga qo'shib o'zini yesa zo'r ketadi. O'sha jo'tga ketadi. Xohlasangiz ustiga kimchini ham qo'yib yuborasiz. Bundan da tez pishadigan, bundan da mazali ovqat bo'lmasa kerak.